Salom do'stlar. Bu men Dalasi Tayirov. Yana video chiqaryapman. 750 ta bo'lmasak ham, chunki sizlar aniq zerikib ketasizlar. Shuning uchun video chiqardim va o'zimga ham qulay vaqt bo'ldi. Bugun biz Amateur Division, ya'ni Lyubitelskiy divizionni 15-turiga keldik, oxirgi turi va bronzoviy kubokni finalga keldik. Shuni endi birga o'tkazamiz va All Star XI degani ham bor, o'sha bilan ham o'ynaymiz va bugun ko'proq vaqt o'tkazamiz sizlar bilan. Keyin men Lyubitelskiy divizionni tugatgandim va mening stadionim 15,000 edi. O'shanga yana Lyubitelskiy divizionga qaytarib qo'ygandi. Hozir 26,000 bo'ldi. Bu safar qo'yadi, chunki 25,000 gacha bo'lish kerak edi. Endi mayli, ko'p gapirmasdan tezroq o'yinni boshlaymiz. اختار الفريق المضيف هذه التشكيلة لخوض اللقاء. التشكيلة هي 4-2-3-1. نسخة هجومية من 4-5-1 مع 3 لاعبين وسط مهاجمين يدعمون المهاجم الوحيد. تمريرة بثقة. Hozir shuni ovozini qilib qo'ysak yetadi, chunki men ovozini eshitmayapti. Nimaga bunday bo'lib qoldi deyapman. Nimaga bunday bo'lib qoldi? Hozir nastroykani to'g'rilab qo'yaydi. Mana bunda turadi-ya. Yo'q. Do'stlar, mana negadir shunaqa bo'lib qoldi. Menimcha mana shunaqa edi. Yo'q. Bo'lmayapti-ku. لقد بذل جهدا كبيرا للفوز بالكرة مرة أخرى. Nimaga bunday bo'lib qolyapti? Men bunaqa qilmagandim-ku. Men kamerani keyin qilaman deb bunikini qilib qo'yibman, kechirasizlar. Buni 50 qilib qo'yish kerak. Men zvukni pasaytiraman degandim. Mana shu bo'ladi do'stlar. Shomurodovda to'p. Oy, Shomurodov tepganda, lekin himoyachi qaytardi. Ko'ra olmadim yaxshi. Yana Shomurodov hujumda. O'zim noto'g'ri tepib qo'ydim. Shomurodov to'g'ri kelmadi to'p, lekin yaxshi pas edi. Shomurodovda to'p noto'g'ri qilib qo'ydim. Shomurodovda ayb yo'q albatta. Salgina qoldi. Qo'limdan kelgancha qilyapman, gol bo'ldi. Jonathan David. Varator. Tipolman bosh bilan, chunki himoyachi qo'ydi. Qo'ydim do'stlar. Men Jonathan Davidga bermoqchi edim, lekin noto'g'ri pas berib qo'ydim.
endi hujum qilayotganimizda birinchi taym tamom bo'lib qoldi do'stlar. Mayli, hech narsa qolmaydi. Hozir Qaysi sportni tanlashni bilmayapsizmi? Vankitni tanlang. reklama o'sha o'tib bo'ldi. Kechirasizlar. Men stop qilishga ulgurmadim. اعتراض ممتاز. تدخل طائش. Ne oldu hazır? يستغلون المساحة الواسعة. يستشعر الخطر ويبعد الكرة. يحتفظ بالكرة. Voy, qizil. Men bilmasdan qilib qo'ydim. Bunga aniq qizil beradi. رمية تماثل هنا. Men top kelsa, ro'xati. Men top kelsa tepaman deb shuni bosib qo'ygandim, patkat bo'lib qoldi. تمريرة جيدة. تمرير مؤثر للكرة. النتيجة متعادلة. لا يزال بإمكانهم الفوز بالمباراة، لكن عليهم تنظيم الدفاع. تدخل حاسم. يحب الركض بالكرة. الآن بلا شك. يبعد الكرة بأمان. Magaye. Yo'q, lekin bu o'yin necha bo'lishi kerak emas, chunki men جميلة. 36 ochkolikman, ikkinchi o'yinda 30 ochko to'g'ri, lekin baribir oxirgi o'yinda necha bo'lsa ham bo'ladi-da. Shunday shunday. Hozir men Shomurodov bilan o'ynayapman. متعثر بهذه التبديلات الثلاثة. يتقدم لاعب جديد لتنفيذ ركلة الجزاء. لابد أنه يتمتع بثقة كبيرة. Yo'q, qanaqasiga o'zini necha vaziyat bo'lib qolgandi. مراوغة جيدة Lekin urolmagani uchun kechiringlar. Shomurodovdan ham uzr so'rayman. Chunki u tepolgan emas. U tepolganni u xato qilmadi, men xato qildim chunki. توجد فترة هنا. Tak, biz yutdik do'stlar. To'g'ri 0-0, lekin biz Lyubitelskiy divizionda birinchi o'rindamiz. 36 ochko bilan, ikkinchi o'rinda 30 ochko. Shuning uchun biz yutdik. Hozir reklama bo'ladi, shuning uchun buni o'chirib turaman. Do'stlar, endi hozir bronzovый kubokning finali bo'ladi. Bu orada biz komandamizga oldin qarab olamiz. Qani kimlar jarohatda, kimlar qizil kartochkadan chiqdi. Keyin shunga qarab komandamizni to'g'rilab olamiz va futbolchilarimizdan eng yaxshi komandani tuzib olamiz. Endi hozir biz komandamizga qarab olamiz. Bu yerda ikroklar bor, hammasi yaxshi. Tak, keyin bizda bu bo'lmaydi, emas. Bular keyin mana karyerada 10 ta naqa beradi endi. Tak, finalda boshlashdan oldin bitta trenirovka qilib olmaymizmi? Mayli, qilmaymiz, kerak emas. Bizni stadionimizda bo'ladi. Aferin, bunga ham bo'ladi. ضيفوا على هذه التشكيلة. يلتقط المهاجم. Galdada top o'yin boshlanishidan, hujum bizda o'yin boshlanishidan va qani shu jamoani yomon ko'raman-da, biz yo'q emas.
Ko'rmadim. تمريرة في منطقة الجزاء. Oho. Bo'lmadi do'stlar, bo'lmadi. Jonathan David. Gol. 10-daqiqada gol. 10-raqamda va 10-daqiqada gol uryapti. Jonathan David emas. Oy, oldindan to'p tashladim, xatoyim to'g'riladim va to'p Jonathan Davidda salgina yetmay qoldi. Men pas bermoqchi edim. إسقاط الكرة. Varatarni qo'liga tushib qoldi to'p. رمية تماثل هنا. Biz albatta o'zimizni varatarimizga beramiz, chunki qattiq tepadi. Yan Sommer. Yaxshi ketgandi, lekin Queens Park degan jamoaning futbolchi olib qo'ydi va lekin yana Jonathan David to'p bilan gol. Dubl qilyapti Jonathan David. To'p Jonathan Davidga yetib bormadi. Hozir hat-trick qiladi. Birinchi taym tamom bo'lmoq bilan va bizdan qo'pol xato. Lekin buni Jonathan David to'g'riladi o'zi. Gol hat-trick do'stlar. Birinchi taymning oxirida Jonathan David hat-trick qilib ketyapti. Bizdan qo'pol xato bo'ldi, lekin Holim to'g'riladi va Jonathan Davidga to'pni berdi. Jonathan David esa hat-trick amalga Hozir birinchi taym tamom bo'ladi va tamom bo'ldi ham. Endi hozir reklama bo'ladi. Shuning uchun biz stop qilib qo'yaman. Endi esa ikkinchi taymni boshlaymiz. Sağ olsa hafta gol olup qolardi. Oy, bizdan qish tepish. Judayam boshqa tomonga ketib keldi. Shunaqada ketdi. To'p judayam boshqa tomonga qayrilib ketdi. Oy. Ular hozir hujumda, lekin SKIO to'xtatdi buni. Va out. Oy, bizdan qo'pol xato. Voy, bunga qizil beradi deyotganim. Sariq. 67-daqiqada bo'ldi do'stlar. Judayam kulgili raqamda bo'ldi vaqtda.
hozir Carrascal urib ketishi mumkin edi, lekin hozir ham vaziyat bor, lekin to'p tashqariga chiqib ketdi. Maydon tashqarisidan chiqib ketdi. لا توجد فرصة كبيرة للعودة في هذه المباراة. Maydon tashqarisiga chiqib ketdi demoqchi edim. Uzr so'rayman, kechirasizlar. الكرة إلى ركلة حرة. Slobodniy udar. Slobodniy. Kechirasizlar. Tak. Jonathan David 4-golni urib keta oladimi? Deyotganim yo'q. Buni Kante davom ettirdi. Kantedan chiroyli gol. Nikola Kante. Bu meni 25 daqiqa oldim. O'ynamayotgandim, lekin Google'ga ulab qo'yganimga 26 kirsam shu akkaunt bor ekan. Shuning uchun hozir 26 da Jonathan David 79 kartasi, lekin menda желтый rangniki 80ligi bor. 25 da shunaqa edi. Shuning uchun menda shu saqlanib qolgan. Kante bilmadim o'zi 26 da bormi yo'qmi bilmayman. واللاعبون يتعانقون. Tak, bizning o'yinimiz tugadi va biz bronzoviy kubokni yutib oldik. Va do'stlar, hozir keyingi o'yinni boshlaymiz. Hozircha stop qilib turaman. Mana do'stlar, endi biz #XI komandasi bilan o'ynaymiz. Undan oldin buni olishimiz kerak. Chunki kerak bo'ladi bizga albatta. Legendarniy vrach berildi, yaxshi. Lekin biron kim jarohat olsa, o'shanda ishlatamiz buni. Hozir kerak emas. Final. Tak, bo'ldi. Bu yerda Movogo bor edi. O'tgan safar ham qanaqa edi? Amateur divizionni tugatganimda, любительmidi? O'shanaqa divizionni tugatganimda shu varaqda bor edi, haligacha bor ekan. Hozir kalla bilan urishimiz mumkin edi. Men bunaqa qattiq pas bermoqchi emas edim. Bu juda ham yomon pas. وهذا قد يؤثر في سير المباراة. توزيع مذهل. Sommer ushlab oldi. هذه تمريرة ممتازة. يا فرصة سانحة. له من دفاع متميز. يستشعر الخطر ويبعد الكرة. هل حانت اللحظة؟ Bu penalti. Jonathan David jarohat oldi va bu igrok menda bor edi. Oldin ko'rganlar biladi, Graves menda bor edi. Yo'q, Shobradi bilan ursakchi. Tushgandan gol ursa juda bo'ladi. جديد لتنفيذ ركلة الجزاء. لابد أنه يتمتع بثقة كبيرة. Gol Shomurodov tushgandan gol uradi penaltidan, chunki men tanladim, urishni xohladim. Va buni tugatamiz, bo'ldi. O'yinni tugatamiz. جميلة. تمرير مذهل للكرة.
Bunaqa legendarniy vrach tushdi-ku, o'shan Jonathan Davidga ishlataveramiz. U kerakli o'yinchi-da, lekin voy, bizda ham penalti. Qanaqasiga? To'xtanglar, qaytadan ko'rayda nima bo'ldi o'zi? Men yaxshi ko'ra olmadim. Bu bunday to'p kelyapti. Bunday bo'ldi. Va bu biz nima qildik hozir? Bu shunday pas berayotganda bunday ya tavba. Kimda Esga yo Victoria edi menimcha mana. Bu bunaqasiga qilyapti-ku, qanday qilib bu borligini bilan u bu ham yiqilib tushayotganda faqat mana hech narsa qilmaydi. Somir qaytaradi. Voy, ilojisiz, lekin to'p qayta ularga ketib bo'lyapti. Somir qaytardi, to'g'ri, lekin yana to'p ularga ketib qoldi. Lekin Somir qaytarganiga respekt. Bunaqa qaytarish uncha insonga to'g'ri qilolmaydi-da. Bitta mamlakatda Spiderman. Mayli, hech narsa qilmaydi, hali bir do'stlar. Shomurodov. Voy! Sal qoldi, gol bo'lardi hozir lekin. Ishqilib qizil bermasinlar. Yo'q, jolta kartochka. يجب أن يلعب بحذر الآن. تمريرة جيدة. كان ذلك دفاعا جيدا. Do'stlar, hozir shu o'yinimiz tamom bo'lsa, bizning videomiz ham tamom bo'ladi. Birinchi taym tamom bo'ldi va yana bitta taymdan keyin bizning videomiz tamom bo'ladi do'stlar. Hozir reklama beradi. Buni bunday bo'ldi do'stlar. Ikkinchi taymni boshlaymiz. Wow. O'yinda jami 2 gol bo'ldi. Ikkalasi ham penaltidan urildi do'stlar. Juda ham kulgili. Shomurodov to'pni oladimi deyotganim yo'q, ololmadi. Nima qilib qo'ydim do'stlar, nima qilib qo'ydim, nimaga pas berdim. Hozir ular hujumda. Yaxshi. Qizil olsa hech narsa qilmaydi, chunki bu jolta kartochka yaxshi. Komandamizni qutqarib qoldi do'stlar. Nima ya?